Haqiqiy egasini topsin. Ehsondorlarni biriga 1000 bersin, mingiga tuman bersin. Ro'zalarni yanaki ro'za hayitlarigacha o'ynab, kulib, sog'-salomat, to'rt ko'z tugal bo'lib yetaylik. Amin. Allohu akbar. Qaysi xonaga yotasizlar, opa? Bu oshxonami? Inshaalloh opa, har juma kelishga harakat qilaman men. Ruhlaringizlarni, ishlaringizni yo'lini yoritsin. Sizlarga o'xshagan mana yetim yesirlarni boshini silaganlarni Alloh ijobat qilsin. Har bir ishlaringiz yo'llarini rivojini bersin. Bola chaqalaringizni o'qimishli, bilimli, sog'li, rizqingizni mo'l qilib bersin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat opajon. Bugungi kunimdan o'rtoqlar, men bu insonlarni ko'rib, shukr qilishni yana bir marta o'rgandim va yashayotgan hayotimdan mingdan ming roziman o'rtoqlar. Inshaalloh bu savobli ishimni men tugatmoqchi emasman. Bu insonlarga, yana bundan-da muhtojlarga har jumaga sizlarning yordaminglar bilan shunday holidan xabar olib, uy joyiga qarashib, ro'zg'origa qarashib turmoqchiman o'rtoqlar. Faqat sizlar qo'llab tursanglar bo'ldi. Shu savobli ishimga sherik bo'lmoqchi bo'lganlar bemalol ichkamga yozinglar, Telegramga yozinglar, menga qo'shilinglar.